Uch kishini shunchalik pichoqlaguncha qanday bilmaydi. Namoz o'qib o'tirgandim deyapti qaynonasi. Narni ichida ketdi, maytga kelib o'tirardi. Oxirgi paytlar endi dadamga aytmanglar der ekan. Ishonchiga kirgan, va'dalarni berganki, shu ayol shu darajagacha borgan. Marhuma Bekoboddan Sirdaryoga turmushga chiqqan va 4 farzandli bo'lgan. Uning yaqinlariga ko'ra, ayol turmush o'rtog'i bilan 9 yil birga yashagan davrida oilasi notinch bo'lganini, qaynona va turmush o'rtog'i tomonidan muntazam xo'rlanganini aytgan. Oxirgi paytlar уже yig'lardi, qattiq yig'lardi-da, yaxshi bo'ladimi, kana yaxshi chida olmayapman o'sha deyardi-da. Bemalol uyiga borib yurgan. Bemalol u qiz borib yurgan. Uni hurmat qilishgan, xotini bo'lmasa ham, buni esa xo'rlashgan. Shuncha bolasini tug'ib katta qilsa ham hurmat topmadi u. Uch kishini shunchalik pichoqlaguncha qanday bilmaydi. Namoz o'qib o'tirgandim deyapti qaynonasi. Uyda katta o'sini bolachasi bo'lgan. Shunchalik baqir-chaqir bo'ladi, bilinmaydimi? 3 kishi pichoqlanib ketadi, vahshiylik-ku. O'sha kuni o'tirib ichishgan ekan kafeda, janjal bo'lgan o'sha qiz bilan. O'zi oldindan tahdid bo'lgan unga. Oilangda qachondir yo'q qilaman degan. Bizga uni aytmadi-da, keyin eshitdik o'sha. Hozir bunday qarasangiz, eng avvalosi bor kuyovda ayb. 100% ayb kuyovda. Nima uchun u tashqarida yuribdi? Nima uchun unga jazo qo'llanmayapti? Bolalarni qotili bo'lib chiqyaptimi u? Bolalarni qotili eng avvalo ana shu ayol o'ldirgan ayol masalan, o'shani ishonchiga kirgan, va'dalarni berganki, shu ayol shu darajagacha borgan. Darvozadan emas, orqa tarafdan kirib, jiyanim uyda ishini qilib o'tirgan joyida jiyanimni urgan, qizchalarni dod solganda, qizchalarni majaqlab tashlagan, urib, ichaklarini chiqarib, chaqaloqcha uyda uxlab yotgan. Qaynasi uyda namoz o'qiyotgandim deydi. Nahotki qaynasi shu baqir-chaqirlarni eshitib, iflos nima qilyapsan deb bilar ekan hammasi. Oilaviy biladi. Maftunani bu yoqqa olib kelib tashlab, hammasi bular opoq-chapoq bo'lib yurishgan. Ras shunaqa ekan, Maftunani javobini berib, o'shanga uylab qo'yormaydimi? Shu darajagacha bordimi? 20 kunlik chaqaloq hozir qolib ketdi mana. Anita 3 yashar bola 3 soat ichagini yuvib joyiga joylashtirishibdi mana vrachlar, to'g'risi. Lekin qanday yer ko'taryapti bunaqa insonlarni? Hozir bunga odilona chora ko'rmasa, bunaqa insonlar ko'payib, yanada ko'payib, men iltimos qilaman prezidentdan ham, shu Saida Mirziyoyevadan ham qonuniy chora ko'rib, mana kuyovga ham otalik huquqidan bu insonni mahrum qilishga yordam beringlar. Mahrum qilinishi kerak. Bunaqa otani boridan yo'g'i yaxshi. O'z oilasini, o'z xotinini, o'z bolalarini o'ldirgan otani haqqi yo'q bolalarga ota bo'lishiga. O'ylab ko'ring, bu begunoh inson 3 yashar, 5 yashar, 29 yashar, beta go'daklari qolib ketdi, 20 kunlik chaqaloqchasi qolib ketdi, 8 yashar bolachasi qolib ketdi. Atrofda o'sha qarindosh urug'larini o'zini oilasini aybi bor. Katta aybi bor bu yerda. Katta aybi bor. Maftunaga bee'tibor bo'lishgan bular. Bu Maftuna oilam, bolam deb chidab yuravergan. Chidab yuravergan hamma narsaga. Yana nima deyapti? Qarang, meni uyimda chaqaloq. Ertan keldik, meni kelinim tuqqan, mana 9-dekabr kuni tuqqandi, 4 oylik bo'lgandi. Maftuna 9-aprel kuni tuqqan. Kim o'sha zahotiyoq nimani marhumlarni uyga olib kelib, chaqaloqni olib kelib, srazi meni xonadonimga olib bordik, chunki kelinim tuqqan, emizib turadi dedik. Keyin ertasi kuni bolasini ko'rgani kelyapti-da. Nima uchun bu ishni qildingiz? Bolalaringiz qotili bo'ldingiz, oilangiz qotili bo'ldingiz. Yaxshi ish qilmadingiz desam, aytayaptiki, "Ha, men uni deydi javobini bergandim. Urushib qolgandik. Nima? Bitta bilmayman, ular kvartirada yashaganmi? Kvartiradan deydi narsalarni olib ketgandim, kaltlarni olib ketgandim. Unga alam qildi. Bitta plastikasi qolib ketgandi. Menda olib borgunimcha shu zaylni orasida kelib oilamni o'ldirib ketibdi", deyapti. Bu gap emas-da. Bu gap emas, erkak kishining gapi emas bu.
Ona bilan birga pichoqlangan qizaloqlarning kattasi 5, kichigi 3 yoshda bo'lgan. Ona va 5 yashar qiz voqea joyida vafot etgan. 3 yoshli qizaloq ayni paytda shifoxonaning jonlantirish bo'limida. Qizim dardi ichida ketdi-da uni. Dardi ichida ketdi, maytga kelib o'tirardi. Oxirgi paytlar menda dadamga aytmanglar der ekan. Chetga kelib ketardi, kelib o'tirardi, u kelib tashlab ketardi. Men hayron bo'lardim, qizim uying tinchmi? Cho'ta cho'zib, qizim ham o'zim noqulay o'tirardi men yerda. Men rangidan bilardim-da endi. Endi bular kelganiga xursand bo'lib o'tiraverardi, men kirib rangidan bilardim. Boshqacha o'tirardi, shu erini kutarmidi, uyiga ketgisi kelarmidi, shu ota-onam bir narsani o'ylamasin, qo'na qo'shsin, gapirmasin deb o'ylardim. Men dardini o'qib yurardim qizimni. Onajonim qizim, onajonlarim. Ya Xudo! Ichim tugab bo'ldi meni. Ichim tugab bo'ldi. Bir ikki marta kuyovni отдельно chaqirib o'tirib aytganman. Qiliqlarini bilardim, u nima desam bo'lardi. Kuyovni mana unga gapiryapsiz, kuyovga. U sizni eshitmay xayoli boshqa joyda o'tirardi. Bilasizmi? Men bilmayman u nimaga bundaqa edi, kuyov ilib boshqa narsa iste'mol qilardim deb o'ylardim. Bu qizim boshqacha, cho'ta yurishlari menga o'ylantirdi rosa oxirgi paytlar, bilasizmi? Dardini menga aytolmadim. Dardi ichida ketdi qizim. Oliy sud axborot xizmati holat yuzasidan qotillikda gumonlanayotgan ayol Jinoyat kodeksining 97-moddasi bilan qamoqqa olinganini ma'lum qildi. Ayni paytda ayol tergov hibsxonasida saqlanmoqda.